Nima bo'ldi desadi? Voy, xotining urdi chiqib ketdi, men tushunmayapman, qo'rqib ketyapman. Uyg'otib yubormadingiz ishqilib? Yo'q, nega uraman? Xotinim lunatik. Uyg'otib yuborsangiz oqibati yomon bo'ladi. Voy, Qayerga ketdi u? Voy, qarang o'sha yerda. Assalomu alaykum, yaxshi oldinglar. Muchoq turib oldinglar? Rahmat, haligi nimagadir uyqumiz kelmayapti, qarang. Endi xonamga kirib o'psa. Voy, shotam. Voy, aka. Keling, Andijon. Qo'rqib ketdingizmi? Labingiz uchuv chiqibdi. Ya bu haligi shamollash shekilli. Mayli, men boshqa xonada uxlarman. Uxlamay, albatta, kechqurun uxlay olmaysiz. Tirikligimda uxlab olay degandim. Bo'lmasa ko'rimda uxlaymanmi? Xo'p. Voy, bolam xotini shkaf ustida o'tiribdi. Siz xavotir olmang, ada. Men pollatani qo'llab oyog'ini tagiga qo'ysa, bosish bilan uyg'onib ketadi. Yo'q, Eskidan shunaqa bor ekan. Suv uxlaydi. Lunatik bo'lgan. Keyin xijolat bo'lib, xonamdan chiqib ketadi. Buguncha mashg'ulada o'zim bitta o'zim masalan uxlayman. Voy, ko'rdingmi, ana lunatik xotining lalakuni boshiga taqib qo'yibdi. Bu kutga allergiya bermaydi, boshga emas. Tushundingmi? Bu haligi namlikni ushlab turish uchun boshga emas, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlab chiqarilgan taglikni boshiga taqib qo'yibdi. Voy, ado qiladi bu lunatik xotin. Dadasi, qani xotinim o'zi? Bilmasam. Tushunmadim, quda. Siz meni otasiz o'stirgan yolg'iz boshim bilan uzatgan guldek qizimmi? Lunatik deyapsizmi? Nimalar deyapsiz axir gapini? Yo'q, quda, yig'lamang, qo'ying. Mana yolg'iz boshim bilan uylantirdim buni. Gap unda emas. Ishonmasangiz, o'zingiz bugun biznikida yotib qoling, o'z ko'zingiz bilan ko'rasiz. Mashka, sening jonimga tegdi. Odamlarni qo'rqitib yotibsan. Men yo'q kiramiz. Ay. Kelinim desam, o'lasan g'it o'zi-yu. Qani bu yoqqa. Yo'q, bu yoqqa emas. Nima qilyapsan-da? Nima qilyapsan? Bilib turman, nima qilgan? Bugun seni uzatamiz. Mo'minga tez sovchilaringizni jo'nating. Kechasi birdami? Ha, ertalab sovchilar kelyapti, boshqasi uzatib borishadi. Bo'pti, bersa beraversin. Bo'ling. Xo'p, boramiz hozir uydagilarni yo'qotay. Kela techi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qulchilikka keldik. Qulam qulaysa kerak hozir. Yo'q, ostonangizni supurgani keldik. Shu ostonani ertalab obedda supuraylik. Sovchilikka keldik. Yarim kechasi kelgan kallangga qo'y mani. Keyin yoting, qani yotingchi. Bismillahirrohmanirrohim. Qaraysiz, zoli yaxshimi ishlayapti. Mayqa, quduqxonani chaqiring. Keling. Chaqiring. Keling, nima qizlar? Tinchlikmi? Zoli yaxshimi ishlayapti? Men qarang, shu zalda gaplashaylik, cho'tib uxlab qo'yibdi ona. Aka. Tepadan tushib ketdim bile. Qarang, xullas sizda bitta gul bor ekan, bizda bitta bulbul bor. O'zi hamma bulbulni uxlayapti, sen ham bulbulni uxlamasang-da. Va shu uxlamagani uchun keldik-da bulbul. Bilen. Yana tushib ketdim. Ko'p tushib ketyapsiz-da. Mayli, mahriga nima so'raysiz? Mahri qizimdan so'raysiz, qizim aytadi. Menga sut pulni berasiz. Beramiz. Bo'ldi. Kerak bo'lsa sutdan ham beraverman, lekin idishini olib qolaman, xo'pmi? Yo'q, idish o'zimizda bor. May qaranglar. Shu ishni ayol hal qilsin. Gaplashyapti-yu. Qachon chiqadi endi bu? Kuzomizaga. Bilmasam. Boshlandi. Yo'q, bolangiz xotirjam emas. Nimaga? Aytsam baribir qilmaysiz. Sen bolam uchun men hamma narsaga tayyorman. Nima qilish kerak?
Bo'ldimi, ha? Uzr, ona bilasiz-ku, keliningiz ikki qavat shu narsaga taksi ko'z bo'libdi-da. Xotin qo'y, yotanga tortmay o'ldi. Sana normal narsaga taksi ko'z bo'lgan, onamga taksi ko'z bo'lasanmi? Voy, ovozlarini mazza. Sen kallang joydami? $1200 turadi. $1200 Xitoydagi bu 3000 ichkarida italyanskiy. Anu, italyanskiy xrustalli ham sindiraylik. Ya, endi ochdi. Hozir onasini xonada ko'rsatib qo'yar. Ona. Mayli o'g'lim. Bo'pti, ona yaxshi. Ona? Qayerga ketasiz? Onamikiga. Bu o'tib ketganlarga ancha bo'ldi-yu. Xotining onamikiga ketishimga taksi ko'z bo'lgan ekan. Bolasi mazza qilarmish. Sen jinnimisan? Nima jo'ni to'g'risisan? Mayli, urushma. Bir haftada kelar ekanman. Bolangni burni puchuq tug'ilmasin. Bir oy dedim, oyijon. Ana, onam bilan qiyin urmasdan, mana shunaqa limon kesgan taksi ko'z bo'lsa bo'lar ekan-ku. Mazza. Конечно, mazza, ana. Xaltini ham to'ldirib tashladim. Mashinangga ham solib qo'y, muzlatib ichasan. Nima vahima? Keliniz tug'yapti. Tug'yapti. Va Xudoga shukr, Xudoga shukr. Tug'ib kelsin, kunini ko'rsataman hali. Bo'ldi jonim, asal. Guding. Ha, bo'ldi, birpasda kelaman. Tushunmadim. Burni puchukmi? Oyimda ichinsam aroq ichmadilar. Shu yoshgacha ichmagan endi ichamanmi? Shoshmay tursa hozir ko'rsatib qo'yaman. Quyoncha. Hov. Qaziysiz? Qazini men ko'tara olmayman. Qara, oying keldi menimcha. O'zi yaqinda to'yimiz bo'ldi-yu. Qaynanalarga farqi yo'q, kelaveradi. Oyi, o'zi yarim kechasi nima keldingiz? Nima ishing bor? Kelaman-da. Kuyovimga sovg'a olib keldim. Sovg'a? PlayStation 5. Men qaysi duolarimda buni qaynana so'raganmi? Rahmat oyijon, og'ir bo'lsa siz qayerda qarayapsizmi? Rahmat. Bo'pti, men boray. Bo'pti. Mayli oyijon, yaxshi bo'ling. Sen o'ynashmaysanmi? Yo'q. Kim bilan o'ynayman hozir? Dostoyni o'ynadingiz lekin kuyov, ha, sochimni oldingiz. Qizim, Ha, oyi. kuyov, yutdingiz. Endi so'king. Yaxshi bo'ladi. So'king. Ahmoq. Ayo, mani qo'shib so'king. So'king. Qayerda yuribsiz? Bolalar bilan bilyardda ekanman. Yolg'on gapirmang, soat 2 da bilyard bor ekan. Yuradi-da. Erkak bo'lgandan keyin yuradi. Adang ham yurganlar, dodang ham yurganlar. Bu ham yuradi. Oyi, siz men tarafmisiz yoki kuyovingizmi? Ovozini xuniyligiga qarang, qanaqa yashayapsiz bu bilan, ha? Bunaqa qaynona bitta menda bor-ku. Yuring, hozir almashtirasiz. Yarim kechasi nima Necha kerak? kundan Bor. Kuyovimga ko'p gapirma, o'zim alishtiraman. Ha, o'zim qilardim mehr hayotim. Kuyov o'zi sal noto'g'ri lampochka qo'yib qo'yibsizlar-da. Qizim qaramaganda qo'li qiyshiq. Qanaqa lampochka qo'yinglar oyijon? Mana bu dusiyon lampochkalardan ishlatinglar. Kam xarajat, ekonomishni, unisiga ko'zingizga hech qanday zarar yetkazmaydi. Yana kamiga 30,000 soat xizmat ko'rsatadi. Onajonim, biza bilan yashang, xohlasangiz meni joyimda yoting. Jinniramsiz? Dadada. Yaxshimisiz? Xush kelibsiz. Bular sizni yaxshi kutib oldimi? Rahmat, kuyovim juda ham yaxshilar. Shu bitta notamoni bor ekanda. Yo'q, nima qildi bu? Kuyov, shuncha paytgacha adingizni boshlarini ikkita qilib qo'ymayapsizlar-da. What the fuck? Kimda bor ekan bunaqa xudo?